Bugun Koreyada eng yoqtirgan rayonlarimdan bittasiga boramiz va bu rayonning nomi Songsu. Betga necha marta kelgan bo'lsam, hali bir marta ham pul ishlatmay chiqib keta olmaganman. Bu rayonda yo'q brendni o'zi yo'q. Dior, Prada, Gucci'ga o'xshagan juda ham katta brendlardan boshlab, kosmetika, fashion va eng zo'r brendlarni hammasini shetdan topsangiz bo'ladi. Sizlar pulimizni ishlatishga bundan zo'r joy bormi? Bu esa YouTube vlogimdan mini spoiler. Bitta men uchun eng katta minus bu kutish. Xatga bormay qanchalik katta joy bo'lishiga qaramasdan baribir doim очередь bor. Men esa kutishni juda yomon ko'raman. Shuning uchun maksimalni очередь yo'q magazinlarga kirib ko'rdik. Lekin bugun men bu yoqqa kelgan главный celim ochki olish edi. Bu ochki brendi haqida men o'rtoqlarimdan eshitib, juda ham yaxshi degani uchun olmoqchi bo'lib keldim. Ochkining formasi juda ham yoqdi, lekin yuzimga kattalik qilgani uchun olmaslik qaror qildim. Va nihoyat qizlar kutgan o'sha moment beauty shoppingni boshladik. Kursini esa bunaqa meykaplarni onlayn sotib olish ancha arzonga tushadi. Lekin men borganimda o'zimni to'xtatib tura olmay doim olib qo'yaman. Pulimizni ishlatib bo'lgandan keyin qornimizni to'ydirishga ketdik. Даже restoranlarda ham очередь bo'lgani uchun 20 minutlab kutib keyin kirdik. Lekin ovqati menga juda ham yoqdi. Va albatta kunimizni rasmga tushish bilan tugatdik. Koreyadagi hayotim qiziq bo'lsa, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Kelganingiz uchun rahmat. Bye.